Sinov natijasi tugadi. Mana ko'rib turganlaringizdek, kabelda pastki qismidan boshlab shu nuqtaga. Bu olov tegib turgan joyi. Hozir bu yerda qanday jarayon ketyapti? Bu yerda IEC, ya'ni международный standart bo'yicha 632/322 standart bo'yicha sinov jarayoni ketmoqda. Ya'ni kabel VVG NGLS kabelda yong'inga chidamliligi tekshirilmoqda. Tekshiruv jarayoni 40 minut davom etadi. Kabelimizni yoqib sinov jarayonini olib boramiz. Bu yerda taymerimiz bor. O'sha vaqt qo'yilgan 40 minut vaqt mobaynida sinov jarayoni olib boriladi. Bu yerda temperatura bor. Ya'ni o'sha pechka ichidagi temperaturani ko'rib tursak bo'ladi. Bu yerda qo'shish regulyatorlarimiz bor. Ya'ni birinchi va ikkinchi va qo'shish, timerni regulyatori, to'xtatish regulyatorlari bor. Pastda esa 4 ta rotometrlarimiz bor. Bu yerda ikkita gazni nazorat qiluvchi va ikkita havoni nazorat qiluvchi rotometrlar bor. Standartdan kelib chiqib, ya'ni standart talabidan kelib chiqib, bitta yoki ikkita rotometr ishlatiladi. Hozirda biz birinchi rotometrdan foydalanyapmiz. Aka, endi tekshirishni amalga oshiramizmi? Ha. Xo'p, qanday bo'lishi kerak edi va bizda qanday bo'ldi? Hammasini real aytishimiz kerak. Sinov natijasi tugadi. Mana ko'rib turganlaringizdek, kabelda pastki qismidan boshlab shu nuqtaga. Bu olov tegib turgan joyi. Ha. Shu nuqtagacha bo'lgan nuqtada olov ta'sir etgan oxirgi nuqtasini olamiz. Olov ta'sir etgan nuqtaning oxirgi tochkasi olinadi va o'lchanadi. O'lchanganda mana 1.20 mana u ko'rishingiz mumkin. Mana 1.20 ga turibdi. 1.20 yon olov ta'sir etmagan tochkasi. Standart talab bo'yicha 1 metrgacha, eng kamida 1 metr bo'lgan joyigacha olov ta'sir etmasligi kerak. Shunda hozir 1 metr bo'lishi kerak edi chegarada. Chegarada 1 metr. Undan uzun bo'lsa bu yaxshiroq natija. Demak, bizda 1.20 bo'lyapti. Bu kabel haqida shunda ijobiy fikr aytish mumkinmi? Ijobiy fikr hozir imенно mana shu 632, ya'ni gareniya, olovga chidamlilik standart talab bo'yicha kabelimiz standart talabiga javob berdi deyishimiz mumkin.